Yaşlar avazı olmasın. Yaşlar avazı deb ketadigan maşındaq yaxshi ishlar qilayotganlarga sizlarga Alloh rozi bo'lsin. Ana tilimizni unutmaylik. Men shuning uchun o'rischa ancha bilmayman, biroq o'zimizning Uyg'ur ana tilini shunchalik yaxshi bilmab, bolalarimizni mana ana til maktablarda o'qitishga degan niyatlarim ko'p. Shuning uchun men hozir o'rischani men vashi o'rganmasam menga kerak emas. Men o'zimning ana tilimni bilsam bo'ldi. Vücudumga aqs bilan tankirgan ota bobong mag'rurlarni so'zlagan faxrimiz bo'lib mangulikka turgan dilda balalarni o'qitayli ana tilda. Qashqari va Xasajiblar ijod qilgan hikmat bilan aqllarni so'zga to'lgan boshlab qizni charchamagan tuzuk yo'lda balalarni o'qitayli ana tilda. Keng sharoit yaratadi Qozog'iston, gullab uni biz yasayli bag'i bo'ston. Ishash bilan biz mangayli yildan yilga balalarni o'qitayli ana tilda.